kimlar Ganoni haqiqiy iste'molchilari bo'lishi kerak? Voy, judayam bir dolzarb masalani ko'tardingiz, chunki yurtboshimiz ham doim shu salomatlik, insonlarni genofondini mustahkamlash, alpomishlar tug'ilishi bo'yicha juda ko'p qaror, qonunlar qabul qilganlar. Aynan o'sha yo'nalish bo'yicha mana shu insonlarni salomatligini eng kerakligi, mas'uliyatini o'z qo'liga olishini biz uqtirishimiz kerak ekan. Nega? Chunki har bitta ona, ota farzand tug'ilgandan keyin u farzandini doimo yaxshi joyga turmushga berishini yoki uni bola chaqali bo'lishini o'ylaydi, lekin uni salomatligi va o'zidan bo'lib ketar degan qabilda unga yondashadi. Shuning uchun ko'pincha voyaga yetgan qizlarimizni ota-onalar uni erini yaxshi kutishi, oilaga muomalasini, ovqat pishirishi bilishi, bola qarashi bilishini qilib turib, uni salomatligiga mas'uliyati va undan sog' farzand tug'ilishi kerakligini va o'sha faqatgina ayol emas, bu yerda erkak kishi ham, yigit ham o'sha turmushga tayyorlanayotgan erkakni ham xuddi shu fikrini yoki g'oyani ichiga singdirilsa, unda sog'lom tanada sog'lom g'oya, sog'lom aql va o'rtadagi har xil ziddiyatlar, o'sha qaynona kelinmi yoki turmushdagi yetishmovchiliklarmi, har qanday o'sha murosasizliklar bu yechimi bo'ladi. Chunki unda sog'lom fikrlanayotgan avlodlar oilasi barpo bo'linadi. Oldin bir 20-asrlarning oxirlarida oila va nikoh degan bir yo'nalish bo'lardi. Oila va nikoh degan yo'nalishda uni davlat dasturlari bo'lardi va shunda faqatgina tibbiy ko'rikdan o'tishda emas, uni shu to nikohgacha bo'ladigan jarayonida potaqadan keyin 6 oymi, yarim yilmi o'sha yoshlarni tayyorlardi, shu juftlikka tayyorlardi. To'g'ri. Agarda bu juftliklar agarda haqqoniy sog' bo'ladigan bo'lsa, albatta undan sog' bolalar tug'iladi. Hali tug'ilmasdan bolalarni juda ko'p nimalari bor, muammolari bor chaqaloq bolalarni. Juda ko'p muammolari, albatta u yechim qidirib doktorlarga borishadi. Lekin muammoni yechimi uchun doktorlarga borish kerak emas. Qanday qilib kasal bo'lmaslik, o'sha muammoga duch kelmaslik yo'li uchun oldinroq bu insonlar, bizlar yoki ota-onalar, oilalar barchamiz o'sha narsani oldindan g'amini yeb mas'uliyatini olishimiz kerak.